G'ayrat uka. Voy, Salimka. Qanday ahvolingiz? Keling. Terg'ansir tepishib ketibsiz juma. Ha, qani o'tiring. Ha, qani. Mayra, boshqalar bizni avara qilmasin. Ha, Salimka, bir ish bilan keldingizmi? Uka. Uzun bo'pti. Ko'rishmagili. Aman esan turgansiz. Bu mening sizning qishingizga 5-qatim kelishim. Qanday qaraq, kallangizdan o'tgandi. İkimiz bir yo'ldagi odamlarmiz. Ya'ni kelib, sizmi g'oyilik, yiroqni ko'rar odam. Meningcha, o'rtaq manfaat uchun ikkimiz birlashadiganlar bo'lsak, qaltis ish bo'lib ketadi. Sizning chiqandiq. Ikkimizning manga yo'li o'xshamaydi. Bu ishni bitirmak uncha oson emas. Buningga hassilab kuch sarf qilishga to'g'ri keladi. Siz ko'pni ko'rgan odam. Buni men qaraganda obdan bilasiz. Uka. Yolg'iz otning chingi chiqmas, chingi chiqsa-mu dengi chiqmas degan gap bor. Bugungi dunyoning taraqqiyot yuzlanishi o'zaro hamkorlashgandalar ondan natijaga erishish emasmi? Ha. Sizning deganingizmi yo'lliq. Men haqiqatan sizga qoyil bo'ldim. Biroq hamma odamning soyasi o'ziga tushidi. Bu odatdagi ishga o'xshamaydi. Menmi amalsiz qoldim. O'ylab boqmamsiz. Kichikina zag'irnani yeb o'ltagandan yo'g'on qatlim yegan yaxshi emasmi? Ikkimiz birlashsaklar bu shahar butun Shinjon bo'yicha eng kuchli savdo bazasi bo'lishida gap yo'q. Shuncha jiq pulga sizning nazar solmaganligingizga qarab hayron qoldim. Aqsaqal, har kimning taqdiri o'xshamaydi. Mening bak cho'mo arzuyim yo'q. Faqat qo'sig'im to'ysla bo'ldi qildigan odam. Sizga nima bo'ldi? Jamila, bo'ldi qiling, bo'lamdi. Bo'ldi, xafa bo'lmang, ha? Siz hamisha kechiksiz. Men zoda sizning ko'nglingizni bormi yo'q? Voy, bo'ldi qiling. Sizmi bilasiz, men qasddan qilmadim. Xizmatim doim shunday aldirash. Amaliyotda men ko'proq vaqt chiqarib sizga hamroh bo'lay degan. Biroq hamma ish odamning ko'nglidagidek bo'lmaydi. Bo'ldi, bahoni ko'rsatmang. Kagilimi xeyli bo'ldi. Qanidang? Endi biz nega boramiz? Sizdan. Voy. Ha, men shu. Ha, bildim. Shundoq. Men hozirla yetib borman. Idordan chaqirtibdi. Bo'ldi.
ishingizga bering. Kechikib qolmang yana. Kechiring Jamila. Kelar qitim vaqt chiqarib sizga hamroh bo'laman. Bo'lamdi? Ha? Xafa bo'lmang amsa. Ha? Men mangdi. Tavsimi bir. Kiring. Direktor, meni nima uchun izlagan edingiz? Ha. Siz kumush qilib o'qachilik shirkatiga berib, bu xatni o'z qo'lingiz bilan direktor Salimga topshirib bering. Aka, undaqda biz qanday qilamiz? Bu aldiraydigan ish emas. Bu qitim biz har qanday ishga chidimsaq bo'lmaydi. Nima? Biz hammaga chidamdik. O'ltirib, gapimni angla. Men nima uchun G'ayratning shirkati bilan birlashishga aldirayman? Birinchidan, uning bu yerda xeyli yuz obro'yi bor. Ya'ni kelib, uning inisi soqchi. Agar biz bu akuflar bilan birlashadigan bo'lsak, biz bexatar bo'lmadik. Shuni biz balduroq birlashishimiz, ig'ir besiq bo'lishimiz kerak. Uqdingmi? Uqdim aka. Ishkirdiki mal o'g'illik yetib keladi. Bexatar joy deb o'rlashtir. Bir chatoq chiqib qolmasin. Aka, sizmi bilasiz? Bizning klub bexatar emas. Shunga mal kelishdan burun obdaroq o'ylashimiz kerak. Bo'ladi. Bu ishni o'zim bajaray. Sen qo'lingdagi ishni yaxshi bir taraf qilib. Bexatarlikka diqqat qilgin. Deganimizda qilaman. Hey, nima qilyapsan? Kira. Ha? Nima bo'ldi? Aka, o gapinglarni o'g'irlik sanab yetibdi. Ha, o'g'irlik. Nimani anglading? Ha? Hammani angladingmi? Degina. Men ishimni anglamadim. Rost gap qil. Zodi angladingmi yo'q? Ayta, nimani anglading? Men sizlarga xat ib kelgan edim. Bu xatni Ko'inlan shirkatidagi direktor G'ayrat sizlarning mudiriyat boshlig'iga yetkazib berishni topilgan edi. Yavaş qilan degina, zodi nimani ola? Xotirjam bo'linglar, hech kimga aytmayman. Men qasam qilay. Rost. Men rostdan hech kimga aytmayman. Ep chiqib, obda adablab qo'yinglar. Mana. Sizlar nima qilmoqchi? Kiring. Ha, qani o'tiring. O'lguchining salohiyatini aniqlab chiqdinglarmi? Aniqlab chiqdik. O'lguchining ismi Erkin, Ko'inlan savdo chaylik shirkatining xizmatchisi ekan. O shirkatning bosh lideri bilan ko'rishdik. Uning deyishicha, o necha kun oldida o'lguchining ko'mish qilib shirkatiga ish bejirgili ketib, hozirgacha qaytib kelmaganligini, shirkat bilan aloqalashmaganligini aytdi. Biz mushunchilik yipichiga erishdik. Başla. Qaraganda biz kumush qilib shirkatini razvedka qilishni kuchaysak bo'g'dak. Beldan boshqa xotirjam bo'ling. Ketiraylik. Yaxshimisizlar? Biz jamoat xavfsizlik idorasi jinoiy ishlar razvedka tartibi. Ismim Jura. Bu yer mening xizmatdoshim Ali. Ha, o'ltiringlar. Meni nima ishini izlab kelgandinglar?
Siz Koylon soda cheklik şirketining xizmatchisi Erkinni tanıysizmi deyman. O necha kunning oldida sizlarning shirkatingizga kelib ekan. Tunog'un akşam biz shahar atrofidan uning jasadini topdik. Ha, men faqat tijorat qilishni bilaman. Undaq munosabatsiz ishlarga aralashmayman. Ham azaldan qiziqmayman. Sizlar uni bizning shirkatga kelgan dedinglarmi? Buni men uqmaydi ekanman. Ishimizni tekshirib beqinglar. Biz cho'qim tekshiramiz. Biroq sizmi bizning tekshirish doiramizda. Uqdingizmi? Sizlar Erkinning o'limini men bilan munosabatlik deb o'ylab qolgan o'xshamamsizlar. Gap so'zinglarga diqqat qilasizlar. Bu degan ommaviy so'rin. Ya'ni kelib men 100 obro'yli odam. Agar mening nom obro'yimga daxli tarz yetkazsanglar, men sizlarni arz qilaman. Tushundinglarmi? Arz qilaman. Senmi obdan angla. Agar xizmatimizga moslashmasang, hukumat xizmatiga daxli yetkazganlik jinoyati bilan seni tutib turish huquqimiz bor. Tushundingmi? Tushundim, Saqchi efendi. 17-soat 3-soat 1:30dan kech soat 7:30gacha sen nima deding? Ha, aldirmanglar. Bu degan ko'ngil ichi so'rini. Men bir muhim xaridorni saqlayapman. Shunga 1 soatdan keyin men sizlarni shirkatda saqlay. Yoki bo'lmasa, men jamoat xavfsizlik idorasiga o'zim boray. Bo'lamda? Ha? Bo'ladi. Amiz seni idorada saqlaymiz. Agarda bormasang, mendan ranjima. Anladingmi? Anladim. Aniq anladim. Ali, qaytaylik. Uzatma demamisa. Xo'sh. Menga popoz qilmoqchi keldi. Tekshirishga asoslanganda shahrimizdagi ba'zi bir korxonalarning ishkiri o'lkirga bir qism atkazchi guruhlar bilan bo'lgan munosabati qo'yiqgan. Jamoat xavfsizlik nazoratining munosabatli ko'rsatmasiga asoslanib, jinoyatchi unsurlarning shahrimizdagi bazasini tezlikda tekshirib aniqlab, shahrimizga ishkir o'lkadan keladigan mablag'ning foydasini ziyonga uchratmaslik kafolatli qilish asosida rayonimiz iqtisodining ushqandek taraqqiyoti bo'libmi Jejang o'lkasining zo'r kuch bilan qo'llab-quvvatlashi va yetakchilik qilishini qo'lga keltirib, ko'plagan yiroqni ko'rar savdogarlarimizni jalb qilib, rayonimiz iqtisodining taraqqiyot ishlari uchun cho'qim ularni bexatar, odil, do'stona bo'lgan savdo muhiti bilan ta'minlab, rayonimiz taraqqiyotiga foydasiz omillarni butunlay yo'qotib, qonunga xilof qilmish bilan shug'ullanuvchi savdogarlarni qattiq jazolashimiz kerak. Shunga ko'pchilik boshqa xizmatlarni ching tutish bilan birga jamoat xavfsizlik nazoratining chaqirig'iga moslashib, ishkir o'lkadan keladigan mablag'ni barliq kuchimiz bilan qo'g'dab, harmay talmay oxirgacha davomlashtirishimiz kerak. Navbatdagi eng muhim xizmat qisqagina vaqt ichida bu deloni pash qilib, jinoyatchilarni qochirib qo'ymaslik. Qandoq fikr talablar bo'lsa, o'tirib qo'ysanglar bo'ladi. Ko'pchilik qandoq bu vazifaga ishonchinglar bormi? Bor. Ma'qulsa, ijro qilinglar. Sen kumush qilib o'qachilik shirkatiga berib, bu xatni o'z qo'ling bilan direktor Salimga topshirib bergin. Kichikini zag'irnan yegan yaxshimi yoki yo'g'on qatlim yegan yaxshimi? Aka, yenge. Ha, mana. Voy, siz bedana. Tekshirmo yenge. Uy kiring. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Tinchlikmi? Qani o'tir. Yaqindan buyon salomatliging qanday? Yomon emas. O'zingchi. Yaxshi. Yaqindan buyon aldirash bo'lib ketib, seni vaqtida yo'qlab kelanmadim. Hech qisi yo'q. Haras aka, o'tganda men sana degan ish qanday bo'ldi? Faqat vaqt chiqaramadim. Qani, choyga beqin. Ha, rahmat yenge. Aka, sen menga kumush qilib, o'qachilik cheklik shirkatining munosabatli ba'zi ishlarni aytib bera olamsan? Ha, ma'qul. So'zlab beray. Ha. Men endi ish boshlaganda Salim shahar bo'yicha eng puldor edi. Biroq uning so'zi bilan harakati
birdek emas. Gepi bir xil, amaliyati bir xil. Shuningdek keyin uning bilan bo'lgan munosabatim borgan sari ozlab ketdi. Keyin men barbara igilik tikilgandan keyin u g'arazlik holda menga yaqinchilik qildi. Biroq men uni rad qilib etdim. Men azaldan bu xildagi odamlar bilan aloqalashishni yoqtirmayman. Nima uchun? Dunyoda nədimi? Bekar şu olsun deysən. Aka, senmi qiziqkansan? Her ikkinla ticaret qiladigan odamlar. Bunun qandaqmı o'xshaydigan yeri bo'lsin? Ha. Necha kundan oldida o şirket kelib, ikki shirkatni qo'shib etishni aytgan edi. Biroq uning haqiqiy maqsadi bu emas. Balki uning maqsadi senda. Nima? Men? U meni nima qiladi? Men ya savdogar bo'lmasam? Ha, to'g'ri. Sen savdogar emas, chunki sen tijoratchimi emas. Sen bo'lsang bir soqchi. Bu uning uchun intayin foydaliq. U sendan foydalanib, bundan keyingi ishlari uchun dog'dam yo'l ochmoqchi. Sen buni tushunmaysan, ukam. Ha. Asli mundaq ekanda. Salim degan bu odam intayin eligar ekan. O bunchalik fursatni hargiz bosh qo'yib o'tmaydi. Bo'ldilar. Bu ishni keyin bir nima deyishamiz. Qani, choy ishkina inim. Xo'ras. Tomoq yeganmiding? Yeb kelgan aka. Sen nimaga anvoy qilib o'ltirib ketding? Chopsan tomoq etmabsan. O tomoq yeb kelsin. Mana hazırlaydım. Bo'ldi yenge, avar bo'lma. Undaq dema. Undaq dema. Ikkimiz obdan bir paranglashayli. Qani, choy ishkina. Aka, Salimning qo'l ostidagi Samat degan bir aylarni tunimsan? Salim bilan Samatning qachondan beri birilishvog'ini hamma toz bilmaydi ekanman. Biroq u hozir Salimning eng ishonchli odami. Salim har qanday ishda undan ayrilmaydi. Ajab buni so'rab qopsan-ku. Uningda bir ishing bormidi? Necha kunning oldida biz sizlarning shirkatning xizmatchisi Erkinning dilosini tekshirish uchun uni izlagan. Men mundaqli so'rab qo'ydim. Sen bog'u uningdan ko'proq ehtiyot qil. O intayin xatarlik odam. Uqdim aka. O'tgan qitimdagi pulni topshirmadi. Yana malog'ing bormi? Jinim aka. Yana moqchimi? Men cho'qim qaytarib beraman aka. Mana vaqt bersangiz. Nima deysan? O'tin qolay jinim aka. Men bir qetimlik fursat bering. Cho'qib qaytarib beraman. Sana 3 kun muhlat beray. Navoda qaytarmaydi ekansan. Jiningni olaman. Yo'qot. Mal ehd keladi. Yaxshi tayyorlik qil. Aka, mal topshirib olgan o'rincha. Vay, Juratmi? Men Jamila. Jamilami? Qandaq? Yaxshi turdingizmi? Siz qayerda? Men yo'lda. Idoraga mengan. Yoshlar bog'chisida sizni saqlayapman. Kelalamsiz? Ma'qul. Sal turib qo'ray. Bo'ldi, men sizni bog'chada saqlayman. Amsi birdan keyin ko'rishaylik. Vay. Siz Jurat bo'lamsiz?
Shundaq, men Jurat. Siz kim? Mening kimligim muhim emas. Sizga deydigan gap bor edi. 2 soatdan keyin xalqaro bozor piyodalar ko'chasida zar so'z qilmoqchi. Nima? Voy. Nima deysiz? Siz zoti kim? Mening kimligim muhim emas. 2 soatdan keyin xalqaro bozor piyodalar ko'chasida zar so'z qilmoqchi. Aniq angladingizmi? Voy. Benim qilmoqchi. Yosh bo'l. Mana aytilla. Yosh bo'l. Oja. Benim bak. Bana. Çıkar. Qani, ketiraylik. Nima? You have an incoming call. Gap qilay. Nima? Qani, ketiraylik. Ağzını yum. Voy. Telefon numarini tekshirib chiqdik. Bu shahar markaziga ommaviy telefon nomeri ekan. Ha. Rahmat sizga. Bizni eng muhim yeb uchi bilan ta'minlagan zoti kimdi? Nima? Tutilib qoldi. Shundoq aka. Men hayron qoldim. Mol yetkazib bergan odam bizga tonish emas. Biroq mol topshirmoqchi o'z odamimiz tursa. Navoda u hammani ixro qilsa, aka, undaqda biz tugashmamdoq. U bizni undaq tez yetvetmas. Bo'lmasa, biz uning keyniga odam qo'yib, joylab etaylik. Tushundim aka. Sen ishonchlik odam tepib bu ishni bir taraf qilib. Ayta. Isming nima? Qayerda tursan? Esani chang tut. Meni deginim bo'yi chiqqan. Xudo'ma. Sen u yerga kirgandan keyin amal qilib bu tamokini unga chektirib at. Biroq sen chekma. Ayta. Sen kim uchun xizmat qilasan? U hozir qayerda? Men uqmayman. Faqat biraylan bu molni ishkirdan Shinjonga yetkazib bersam, menga nurg'un pul beradigan bo'lgan edi. Mana. Ishtimga. Sen kunimizni sirtib chiqarib, jamiyat amal qilib buzdi. Sizga kim ishtimas? Ha? Mana deymi? Bu malni sana kim berdi? Onun ismi nima? Qayerda turdi ayta?
Aka. Aka ko'zingni och. Ha? Aka. Men bir tal tamak yegina. Ha? 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 Aka, men bir tal tamak yesang-chi. Nima? Tamam aka. Tamak sana versem benim çekime. Canım aka fakat çidemedim. Ben burada begine. Bula aka. Ben fakat çidemedim. Bula. Aka begine. Çocuğa. Rahmat aka. Rahmat. Ayta, onun bilan tunji qatam qayerda, qandoq tunishgan? Oldingi yili men ishkirda tijoratdan nurg'un ziyon tortib, amalsiz qolgan vaqtimda biraylan uni menga tunishtirib qo'ygan. Men rostdan o'qimayman. O odam hozir qayerda? Bilmayman. Uning muqim turalg'usi yo'q. Voy. Men shu. Nima? O'ldi? Qandoq o'ldi? Bu ishda biz haqiqatan beparvolik qildik. Vaqt qis bo'lg'achqa ulgurmay qoldik. Bo'ldi. Tushundirmang. Tushundirganning foydasi yo'q. Shuncha jafo tortib tutgan o'lja yo'qopti. Biz to'rni kang yeyib, beliqning cho'ngni tutib, jinoyatchilarning uvsini uzil-kesil bechit qilmoqchi edik. Bir muncha ish chiqdi. O'lguchining salohiyati aniqlanmaguncha tutib turilayotgan jinoyatchilardan bir nima qo'yib yetishga bo'lmaydi. Qattiq tekshiringlar. Biz xizmatda astoydil, puxta, ehtiyotchan bo'lish, maxfiyatlikni saqlash bilan birga har qanday bir savallikning kelib chiqmasligi uchun o'lguchining o'lish sababini tezdan tekshirib, deloda yangi bo'sish hosil qilishimiz kerak. Qanday qiyinchilik bo'lsa, mangdanglar. Agar yangi yipuchi bayqasanglar, vaqtida menga xabar qilinglar. Uqdingizmi? Uqdim boshliq. Bo'ldi, chiqavering. You have an
incoming call. You have an incoming call. Hey. Ha, aka. Shundaq. Men hozir saqchiqonning oldida saqlab o'taman. Uning kirib ketganiga 3-4 soat bo'lib qoldi. Bo'ladi. Haqqot. Xo'sh. Bu zodi qandaq ish? Kim xabar etkizib qo'ygandi? Mal topshirib oladigan o'rin va vaqtni ishinglarni bir nechinglarni biladigan tursanglar. Sizlar deb qo'ymasanglar, sochlar qandaq biladi? İşçimizde cho'qim satqin bor. Degining to'g'ri. İşimizde cho'qim satqin bor. Kamal. Eyte, bu işqa sen mas'ul. Buni zodi kim qildi? Buni o'ylamabdiman. Aka, xotirjam bo'ling. Satqinni cho'qim tekshirib chiqaman. Bo'ladi amsa. Bu ishni sana topshirdim. Yana bir ish. 2-3 kundan keyin yana bir turkum mal keladi. Konkret ishlarni Samat o'rinlashtirsin. Agar yana mushundaq ish yuz beradigan bo'lsa, teranglarni ta'tir so'yib olaman. Anlashdingmi? Aldı. Yo'qlash. Kiram. Yaxshimisiz? Oy, yaxshimisiz? Biz shaharlik jamoat xavfsizlik idorasi jinoiy ishlar razvedka etibdidan. Mening ismim Jurat. Bu yer xizmatdashim Ali bo'ladi. Qani, o'ltiringlar. Ha, o'ltiringlar. Meni izlaydigan ishinglar bormidi? Biz Mejitga aloqador ishlarni bilmoqchi edik. U shirkatinglarning xizmatchisi-ku. Voy, Iset. Uning tuyuqsiz o'lib ketishi haqiqatan afsunlarlik ish bo'ldi. Tünögün o zəhər sodisi qılıbatqanda biz naq maydanda onu qolğa alğan. Əfsuslanarlığı texi onu soraq qılmay turubla o öldü. Ölü səbəbi təkşirilatıdı. Bizni onunla əlaqədar yiyib uçu bilən təminləb berələrsinizmi? Kesilini yoşursa ölümü aşkara deptiken. Ötken ayda biz müdüriyet yığını açqan. Əzalar aqaqıdan onun cemiyetki kəskenməz kişilər bilən bolğan münasibətinin qoyuqlığı həm qanunu xilab işlərin qığanlığı. Bundaq bo'lganda şirketning jamiyatdagi o'rniga foydasiz ekanligini o'ttirib qo'ygan edi. Shunga biz uni ishdan bo'shatmoqchi bo'lgan edik. Biroq uning oila sharoitini o'ylashib, mudiriyatda uningga bir necha oy vaqt berib, uning keyingi xizmat ifodasiga qarab beqishni men talab qilgan edim. Bizni uning jamiyat bilan bo'lgan munosabatiga aloqador yepuchi bilan ta'minlab bera olamsiz. Şirketdə neçə yüz xizmətçi bar tursa, hər birəylərinin ictimai münasibəti, ailə şərait qatarlıqlarını mənim bilib getişim mümkün emas. Əgər sizlər şirkətdəki hər bir xadimnin təfsili əhvalını bilməkçi bolsanglar, undaqda şirkətnin kadrlar bölümüge berib təşrif baxsanglar boladı. Sizlərə mən o'rinlashtirib beray. Ha, boladı. Əmisi biz berib təşrif baxaylı. Həmkarlaşqınızga rəhmət. Bu mənim qilishqa tegishli ishim. Boladı əmsə uzatmadım. Tekşirəmiş. Nədir mundaq? Asan iş bolsun. Uxlamay tuş görüşübsən.
Qandaq? Yipuchi bormi? Hozircha yo'q. Salimning aytishicha, Mejitning shirkatdagi ta'siri yaxshi emas ekan. Salim yana Mejitning jamiyatdagi bir qism kasb-emas kishilar bilan bo'lgan munosabatining intayin quyuqligini, uning oila sharoitini o'ylashib, ishdan bo'shatganligini, boshqa ishlarni aniq bilmaydiganligini, ham uningga ishonmaydiganligini aytdi. Meningcha, Salimning orqa ko'rinishi uncha oddiy emas boshliq. Ras, yaqindan buyon yuz bergan bir necha deloni birlashtirib tahlil qilsam, Salimning orqa ko'rinishi haqiqatan oddiy emas ekan. Jamoat xavfsizlik nazoratining yaqinda tushirgan hujjatiga asoslanganda, jamoat xavfsizlik nazorati ikki o'lkadagi bir qism tashkilotlarga uzil-kesil zarba berdi. Ular yipuchi bilan ta'minlagandan sart, yana moddiy va odam kuchi qatorliq yordam bilan ta'minladi. Shunga sizlar ularga aktiv moslashib, atkachi guruhlarga qattiq zarba berib, o'zimizning bir kishilik to'pimizni qo'shishimiz, ya'ni ho'sharlikni o'stirishimiz kerak. Qanday yipuchi bo'lsa, darhol menga doklad qilinglar. Endi chiqsanglar bo'ladi. Uqtoq boshliq. Bilmedim. Sizga nima bo'ldi? Nima ishga gap qilmaysiz? Nima deyishimni bilmadim. Siz zaten nima bo'ldingiz? Chiroyingiz boshqacha turadi. Men hayron qilyapman. Faqat ishongim kelmayapti. Nimaga? Ishimiz davomli billa bo'la olamiz. Mundaq chiqib aytganda, siz ko'proq vaqt chiqarib menga hamroh bo'lsangiz bo'ladi. Men sizning oldingizda intayin xijil. Sizga yuz kelmayman. Jamila, meni qanday ayblasangiz haqli. Sizni ayblaganning nima foydasi? Shu topdim men. To'tko'cha ig'izda turib yo'lni topolmayotgan kichik bolaga o'xshab qoldim. Hatto his tuyg'umni yo'qotib qo'ydim. Qanday qilishni bilmayapman. Siz yonimda yo'q vaqtda o'zimga tasalli beraman. Biroq bu masalani hal qilishning yaxshi chorasi emas. Men bundaq ketaverishni xohlamayman. O'zimni aldashni texmi xohlamayman. Ko'nglingizni tushunaman. Biroq bilaman. Biroq buning nima foydasi? Ikkimiz kelgusida to'y qila olamdiq yo'q. Bunisi menga aniq emas. Yigit salohiyatimdan ep aytganda men haqiqatan yaramasganman. Lekin soqchilik salohiyatimdan ep aytganda ko'nglimni tushunishingizni. Siz rostala ayrilib ketmoqchimi? Kelar qitim birasi bilan muhabbatlashsangiz, hargiz soqchini topmang. Qaytib keldingmi? Ha. Qanday bo'ldi? Ular yana bir necha kundan keyin pulni e'lonlar deydi.
Hey. Sen bizning odamimizmi yo ularningmi? Albatta sizning-da. Sen qandoq bir taraf qilding? Aka, xato tushunib qoldingiz. Ular pulni bermaydi emas, bir necha kun turib turinglar deydi. Shu bir necha kun. Sana deb qo'yay. Agar kelar qatim yana shunda qiladigan bo'lsang, yo'qol. Chiqaman. Vay, atrat boshlig'i, men. Biz saqlig'ili xeyli vaqt bo'ldi. Biroq hech qanday shap yo'q. Davomli ko'zlaydi. Shundoq. Ularning mushunda qildiganligini biletdim. Shunga qasdan mushundaq o'rlashtirgan. Aka, o'tgan qatim odamimiz tutilib qilib, nurg'un ziyon tortdik. Garchi bu qatim ziyon ancha cho'ng bo'lmasa-mu, biroq yana saqchilar sezib qoldi. Qarab baqsam, hozir hamma ish aniq bo'ldi. Sotqin tezla oshkorlanib qoladi. Meningcha, ishimizga sotqin Kamal bo'lishi mumkin. Shunga uningdan bir qadammi ayrilma, o'ptanroq kuzatgin. Bo'lmasa uni hozirla joylab o'tayli. Yo'q. Oldirma. Hozir texi baldir. Keyinroq qilsangmi kechikmaysan. Uqdingmi? Uqdim. Vay, Direktor G'ayratmi? Ha, men G'ayrat. Shirkatda azroq ish chiqib qoldi. Bir kelib ketsiniz. Vaqtingiz bormi? Ha, bo'ladi. Hozirli boray. Kimdan kepti? Ha, shirkatdan kepti. Berib, hozirlik kelaman. Baldira qaytib kelasiz. Bo'ldi, ansirab ketma, ha? Ma'qul. Men berib kelaymiz. Qanday bo'ldi? Eliqi nomsiz telefonni tekshirib aniq qildingizmi? Yo'q, bu qatim u yanala ommaviy telefon ishlatibdi. Qarag'anda bu odamning biladiğine xeyli ko'p o'xshaydi. Shunga biz bor kuchimiz bilan uni tep chiqishimiz kerak. Menimcha, u heyliq kuni biz qo'lga tushirgan malning kelish manbasini berishi mumkin. Atrat boshlig'i, men yana uning Salim bilan munosabati bormikin deyman. Hozircha buni birini demak tas. Bu ishda har qanday ehtimollik bo'lishi mumkin. Yaqinda idoradan bizning delo pash qilishimizga yordamlashish uchun maxsus xodim evatibdi. Shunga biz vaqtni ching tutib, bu sirliq telefondan kelish manbasini tep chiqayli. Bundaq bo'lganda sizning texmi cho'nqur tekshirishingizga foydasi bo'ladi. Bo'ladi, atrat boshlig'i. Siz xotirjam bo'ling. Men tezlikda aniqlab chiqaman. Undaqda yaxshi, vaqtni ching tuting. Kiring. Ha, eshitdingmi? G'ayrat uka, qanaqroq ahvolingiz? Ha. Sizlarning sayanglarda mushunchalik ketyapmiz. Shirkatga kelishimga odamingiz meni olib keldi. Bilmadim, qanday topshirig'ingiz bor ekan? Oldingi qitim sal qaramliq qilib qo'yibdiman.
Biroq bu ishni unda qilmaymi bo'lmaydi. Uka, gapni ochiq qilay. Hozir mening qo'limda 500 milliondan ko'proq naqd pul bor. Bu pullarni sizning nomingizga qo'yib, bir mezgil o'tgandan keyin o'zimning hisobotiga yo'tkib olay degan edim. Foyda tang bo'lsin. Nima? Siz mendan foydalanib shirkatning barliq mablag'ini o'zingizdan qilib olmoqchimi? Mening maqsadim ikki shirkatni birlashtirib, texmo ko'p pul tepish. Sizning qanday usul orqali pul tepishingiz? O, o'zingizning ishi. Biroq shirkatimdan foydalanib maqsadingizga yetaman deydigansiz. O, uxlab tushingiz. Qulog'ingizni dang tutib oling. Sizning bu gapingizga hargiz qo'shilmayman. G'ayrat. Savrning mo cheki bo'ladi. Elimo xel o'p qoldi. Acaba siz hurmat sharobi ichmay, jazo sharobi ichmoqchimi? Endi mendan og'rinma. Vay, men shu. Nima? Senmisan? Telefon bagining bek yaxshi bo'ldi. Men seni izlay deb turibdim. Qizil Purchoq kechilik klubida ko'rishaylik. Xo'sh hamsa. Qizil Purchoq kechilik klubi. Pivi keltiring. Aslida sen kensan. Faqat o'ylamoqdim. Rahmat. O'ylamagan o'g'aydim. Ayni vaqtda sen oliy maktabga o'tding. Biroq mening peshonam kaj kelib, men o'tamadim. Har ikkimiz Jamilani qo'llashdik. Onun seni tanlashi meni bek azobladi. Şuna bilan menda ko'proq pul tepib, o'zimning iqtidorini ko'zitib qo'yish uchun ko'mish qilib, o'qachilik shirkatining amalli qo'g'dash bo'limiga kirdim. Garchi shunchalik tirishgan bo'lsam-mu, ular meni ko'zga ilmadi. Vaqtning o'tishiga ergishib, o'zimni bilmay, vijdonimga yuz kelmaydigan nurg'un ishlarni qilib, xijil bo'ldim. Shuna men o'zimga vijdonimga yuz kelaligidek ish qilib, uning xatolig'ining o'rnini to'ldirmoqchi bo'ldim. Shuna sizlar maxfiyatlikni saqlasanglar. Agar ular mening oshkorligimni bilib qolsa, meni hargiz bo'sh qo'ymaydi. Xotirjam bo'l. Biz seni qo'g'daymiz. Men bir turkum malning pulini suyligili kelgan edim. Xo'jayin, men piv beraman. Ular mendan gumonlanib qoladi. Bu ikimizden qaytırmasanız bo'ladi. Rahmat. Yani aloqasiz turaylik.
dedi sen kelsen-da. Vay, siz jüretmi? Ben. Eli yığındaydı. Şoň telefonu alamagan. Bir iş boldymy? Akanız etigen şirket ketken. Hiç qaytıp gelmedi. Yan telefonu ulanmayıvatıdı. İşxanaga telefon ursam aladigan adam yok. Akanızga bir iş bop kaldımken dep pek ensirep ketivatdy men. Yenge, ensirme. Akamның becirdiğin işi vardı. Onunla hiç iş bulmaydı. Hatırcam bol. Degininizdek bola. Maqul emse. Hoş. Hoş. Ha. Aldırma. Yengillik bilen oturgu çıkmaslık gerek. Hatırcam bol. Evetken adam asqa tamdı yok. Aka, degininiz to'g'ri ekan. Haqiqatan Kamolning qilgan ishi ekan. O yaxshilikni bilmaydigan. Uni saqlab turmay, uni darhol Ma'qul. Hergiz iz qoldirib qo'yma. Uqdim. Aras aka. Ko'ylon so'tchaklik shirkatining ishini qanday qilamiz? Hammamiz qaplashib qoldi desa, sen shirkatni o'tkazilishining tayyorligini darhol qil. Aka, bundaq vaqtda shirkatni o'tkazib elib, o'zimizga avorchilik deb olmasmiz, ha? Yo'q. Sen xotirjam bo'l. Sen o'ylagan ishlarni men allaburun o'ylab qo'ygan. So'da maydoni xuddi jang maydoniga o'xshaydi. Fursatni ching tutib, to'mirni qiziqida so'qqan yaxshi. Yuz berish ehtimolligi bor bo'lgan ishlarning hammasiga tayyorlik ko'rib qo'ydim. Sen bu ishlardan ancha ansirab ketmasangmi bo'ladi. Uqdim aka. Nima? Sening savaqdishing? Shundaq. U Salimning shirkatida ishlayotgani xeyli bo'ldi. Salimga munosabatlik ishlarni u ko'proq bilatdi. Vaqtning qisqaligidan obdanaroq paranglashishga ulgurmay qoldik. U bizga telefon qilmoqchi. Shu chaqda obdanaroq paranglashay. Bo'g'i yaxshi bo'pti. Biroq uning atrofidagi odamlar bexatarlik. Shon sen uning bexatarligiga diqqat qilgin. Agar yana bir ish yuz bersa, yip uchi uzilib qoladi. Shon sen bakrak ehtiyot qil. Uning bexatarligiga diqqat qilishing kerak. Tushundingmi? Tushundim, atrat boshlig'i. Xotirjam bo'ling. Men diqqat qilaman. Yenge, qandoq bo'ldi? 3 kun bo'ldi. Hech xabar yo'q. Uning bir ish bo'lib qoldimikin deb pek ansirayapman. Yenge, bo'ldi ansirma. Men berib akamni izlashga odam o'rinlashtiray. Ma'qul. Vay. Men shu shahar atrofidagi o'rmonlikda bir jasad bayqaldi. Nim dedi? Atrat boshlig'i sizni darhol kelsin deydi. Uqdim, hozirlik yetib borman. Ansirmang yenge, xabarimni kuting. Ma'qul. Direktor nimandaq kelmaydigandu. Shu emasmi? Bundaq saqlab olsak qandoq bo'ladi? Ha?
Yanına saklığınımız tüzük. O kelgende paranlaşmamdık, ha? Bo'lmaydi. Bundaq saqlaversak, şirketning ishlarini qanday qilamiz? Bundaq bo'laversa, shirkatga ib keladigan ziyon ig'ir bo'ladi. Shu. Yana saqlay olmaymiz. Ziynimiz bek ig'ir bo'lib ketadi. Ha, qanday qaraq? Ha, Yaxshimsizlar? yaxshimsiz. Ha, bo'ldi, o'ltiringlar. Bu kimdi amdi? Shu emasmi? Uni tunimsa? Yo'q, tanımayman. Men tunimaydi ekanman. Mening şirketim bilan bu şirket bugundan boshlab birlashdi. Davomli ishlashni xohlaydiganlar qilib qolsanglar bo'ladi. Xohlamaydiganlar ketsanglarmi bo'ladi. İxtiyoringlar. Qandaq? Jasadni qachon bayqadingiz? Atdiganda ishga kelib, ishim tugagandan keyin uyga qaytish yo'lida bayqadim. Siz atigan soat nechalarda uydan chiqqan? Yana deydiğiniz bormi? Oltidan oshqanda chiqqan. Jasadni bayqagan vaqtim 7 atrofidamikin. Shahar atrofidagi o'rmonliqda. To'g'ri. Kechiring boshliq, kechikib qoldim. Ha, bir arnon jasad ekan. Berib ko'rib boq. Kamal? Qandaqsiga bundaq bo'ladi? Voy. Men shu. Nima ish bo'ldi? Nima? Ma'qul, hozirli boraman. To'xtab, Salim. Boshliq, akamning shirkatida ozroq ish chiqib qopti. Men berib kelay. Bo'ladi. 1 soatdan keyin idorada jiddiy yig'in ichiladi. Vaqtida kelgin. Ma'qul. Atrofni obdan ko'z tangla. Yana qanday yipuchi bor ekan? Har qaysinglar o'z o'rninglarda ching turinglar. Agarda chatoq chiqadigan bo'lsa, sizlarni bo'sh qo'yib etmayman. Sizlarni hargiz bo'sh qo'yib etmayman. Anglashdingmi? Nima bo'ldi? Siz bu yerda nima ish qilyapsiz? Oy. Jur'at. Keling. O'tiring. Akangizning shirkat masalasi allburun hal bo'ldi. Akam siz bilan birlashib nima ish qilyapti? Nima ishga ishonmaydigansiz? Uningga to'xtamni ko'rsat. Buning hammasi saxta. Bu akamning imzosi emas. Bu ish allburun muqimlashib bo'ldi. Mana sizmi ko'rib turibsiz. To'xtamg'imi qo'l qo'yib bo'ldi. Bugun men shirkatni o'tkazilish uchun uni izlab kelgan edim. Akam nerede? Ayting-a. Uni nima qildingiz? Men uni izlab keldim deb aytdim-ku. Qanday? Akam sababsizlik yo'qolib ketdi. Uning qo'shilganiga hech aqlim yetmaydi. Buningda cho'qim bir gap bor. Siz men qarshi chapilmoqchimi? Isbotingiz bormi? Siz mening adabimni bermoqchi-ku. To'la haddingizdan oshma. Qechib qutulolmaysiz. Qara buning ochig'ini. Bu so'ldek. Men ko'p so'zlamay. Har qaysinglardan chatoq chiqsa, sizlarni hargiz bo'sh qo'yib etmayman. Hargiz bo'sh qo'yib etmayman. Anglashdingmi? Ko'pchilik hammanglarga ayon. Delo ahvolni cho'nqirlab tekshirishimiz kerak. Bundaq bo'lmaganda biz soqchilarning obraziga ta'sir etadi. Yaqinda muyan shahrimizda kayni-kayndan jinoiy ishlar delosi yuz berib, keng xalq ommasining yuragini mujivatdi. Koylan shirkati shahrimiz iqtisodining tayanchisi. Uning mudiriyat a'zosi tuyuqsiz yo'qolib ketdi. Qora jamiyatning xarakterini olgan qop yurak birsi ko'z oldimizda g'oyat zo'r jinoyatlarni keltirib chiqarmoqda. Bu deloning chetishlik doirasi nihoyat cho'ng. Ta'sir intayin nachar bo'lg'achqa jamiyatga keng xalq ommasining diqqatini o'ziga tortdi. Ularning qanday harakat qo'llanganligi haqida qo'limizda hech qanday isbot yo'q. Bu yoq jamoat xavfsizlik nazorati bu deloni razvedka qilishga yordam evatgan alohida xodim Osmon bo'ladi. U ib kelgan yipuchi qaraganda 2 kundan keyin shahrimizda atkazchilik savdosi bo'lmoqchi. Shu biz bu fursatni ching tutib
Qanunsuz unsurlarni to'g'ri tushirishimiz kerak. Qanday shanchinglar bormi? Bor. Qani o'ltira. Qandaq? Akaning xabar bormi? Yo'q. Menimcha bu oddiy ish emas. Biz burunga o'xshamaydigan razvedka usulini qo'llansakmikin deyman. Deganingiz to'g'ri, Atrat boshlig'i. Amaliyotda akamning uning sherkiti bilan birlashkisi yo'q. Salimning qandaqligini u obdan biladi. Ular o'tirsida burundan ziddiyat mavjud. Salim ko'nglida g'um saqlab yuradi. Shunga akamga qas qilish mumkinchiligi bor. Shu topda akamning hozirgacha hayot ishkanligiga bir nima demak, haqiqatan tas. Xabar bo'lmagan qaraganda u cho'qim hayot. Salim uni yo'shirib qo'ygan bo'lishi mumkin. Hamma ishlar tezda yaxshilanib ketadi. O'nchibak umidsizlanib ketma. Rahmat sizga, Atrat boshlig'i. Ahiri niyetingdan yangan sen. Hayvan. Ablah, senle çokum cacağını yiysen. To'xtamg'imi qo'l qo'yib bo'ldim. Sherkiting menga tava bo'ldi. Hozir hamma narsa mening bo'ldi. O hayvan, meni qo'yib, meni qo'yib. Seni shunda qo'yib etkim bor. Lekin deganimga ko'nmadim. Seni qo'yib etishga amalsizman, bildingmi? Burli jahillik qilmagan bo'lsa, bundaq ishlar kelib chiqmagan bo'lardi. Biroq o bankning maxfiy savat nomerini aytib bermayotdi. Qaraganda buningga yaxshilik yarashmaydigan o'xshaydi. Uni adablab qo'yinglar. Bakan, çatak çıkmaz. Çatak çıkmaydı, ensirmen ha.
Pravangızı çıkarın. Tünügün keşte qatnaş tarmoqlarining yordamini qo'lga tushirgan jinoyatchining iqrori qaraganda At Salim bir cho'ng savdo qilmoqchi ekan. Sho'ng biz Osmonni mal setvoqchi siyaqida yasandirib, Salimning sherkitiga zar setvoqchi qiyofatida kirgizmoqchimiz. Shunga ko'pchilik ho'sharlikni o'stirib, bu vazifani to'liq o'rlashimiz kerak. Tushundinglarmi? Tushundik. Ko'pchilik gapimni zangsilib obdan anglanglar. Ati biz mal topshirib olamiz. Hozir soqchilarning ko'zi bizda. Vaziyat intayin jiddiy. Deganlarimni esinglarda ching tutinglar. Agar oshkorlab qo'ysanglar, teranglarni ta'tir so'yib olaman. Boshqa ishlarni Samat o'rinlashtirdi. Unda bo'lsa chiqib ketinglar. Samat, kelib olta. Aka, G'ayratni shaharning atrofiga olib chiqib tashlab etdi. Demakchi bo'g'inimni tushungansan. bu vaqtda aka tarqilib ketamikan. Undan ko'ra, Chunki hozir ahvol xatarlik. Shunga biz soqchilarning diqqatini tortishimiz kerak. Uqdingmi? Mening deganim bo'yicha qil. bo'ladi. Amsa men mangay. Voy, Juratmi? Ha, Jamilamisiz? Siz qandaqroq turyapsiz? Yaxshi turyapman. Sizchi? Qadr ahvol. Jurat, bugun qandaq kun esingizmi? Bugun topamidi? Xizmatingiz aldirash, unutib qolgan o'xshaysiz. Bugun degan sizning tug'ilgan kuningiz. Ha, asta, mau ishni ko'mamdigan. Hatto o'zimning tug'ilgan kunimni unutib qopdim. Tug'ilgan kuningizga muborak bo'lsin. Jurat, ko'nglimga gapni qilsam, o'tganda noyt shaxsiyatchilik qildim. Baxijil bo'ldim. Sizning meni kechirishingizni umid qilaman. Agar vaqtingiz bo'lsa, bu yerga bir kelgan bo'lsangiz, siz bilan obdonroq paranglashay degan edim. Kechiring. Hozir vazifa o'tayapman. Borolmasligim mumkin. Qanday bo'lishidan qat'iy nazar, men sizni saqlayman. Agar vaqtim chiqsa, cho'qim boraman. Sizni so'yman, Jurat. Ma'qulamsa? Xo'sh. Atrof boshlig'i seni chaqiryapti. Ha. Mashundaq bekitdik, bexatarlikka diqqat qil. Bo'ladi. Kira. Boshliq, meni izlaganmidingiz? Ha, hozir Osmon Salimning sherkitiga mangadi. U men 1 soatdan keyin biz berib ularni qo'lga tushiramiz. Ma'qul. Bexatarlikka diqqat qil. Sen utuq tilayman. Xotirjam bo'ling. Men cho'qim vazifani o'ngishli o'rlayman. Xotirjam bo'ling.
Teşlikmi? Yaxshimisiz? Yolda japat atgansiz. Hechqisi yo'q. O'tiring. Anglasam, Toshqo'rg'onda qor ko'chishmek ig'ir deydi. Havo rayi ma'lumotiga asoslanganda yaqinda shivirg'anliq yomg'ir bo'ladi ekan. Sarfga chiqqanda kulik elilishni unutmanglar. Darvaqa o'z odamimizkansiz. Yo'lda japat atgansiz. Bugun obdanroq orom elib eling. So'da ishiga kelsak, at paranglashayli. Qandaq? Rahmat. Men ko'nib qoldim. Avval sodini puttirib, keyin aramasaqmi ketishmaymiz. Qandaq? Nima bo'ldi? Bu ablah jinidan to'yibdi. Ep chiqib, uni o'lgidek uringlar. Bu menga popos qilganingizmi? Meni qo'rqitman dema. Sizdek nimalarni to'liq ko'rganman. Qaragan siz bilan sodishamaydigan o'xshayman. Bo'ldi, men ketdim. To'xta. Sening bu yerdan tirik chiqib ketishing uncha oson emas. Men kichikning qo'lasidagilarning hammasini taniyman. Men shuncha yiroq yerdan cho'ng xatarga tavakkul qilib olib chiqsam, men bundoq javob qaytarishingizni o'ylamabdiman. Ishonmasangiz, telefon qilib so'rab boqmamsiz. Haqiqatan o'g'il bola ekansiz. Men sizdek yurakli odamlarga amroq. Qani, o'tiring. Chaqchaq qilib qo'ydim. Bu qandoq gap? Men sizga shu ozroq chaqchaq qilib qo'ydim. Ko'nglingizga amma chaqchaq. Voy, Juratma. Shundaq men. Sen kim? Akam bilan ko'rishgan yo'qmi? O'zini saqlayotdi. Agar uni ko'ray desang, shahar sirtiga son bir qo'yib izlab boq. Nima? Voy. Xo'sh. Voy. Sen kim? Shavli, siz Jurat bilan birga bering. Qanday ahvol bo'lsa, menga darhol doklad qiling. Ma'qul boshliq. Aka, gözün aşkına, ben Cüret. Aka! Aka, gözün aşkına aka! Vay, etrat başlığı. Ben Şavli. Ben hazır şehir sırtındaki soğan barda bir nefer yardarını tapdık. Qutquzuş maşinasiga ehtiyojliq. Ahvol intayin ciddi. Tezden qutquzuş maşinasi avatinglar. Tezden qutquzuş maşinasi avatinglar. Tez bo'linglar. Salim. Uni tutinglar. Aka!
Vay. Endi vaqti keldi. Sen derhal g'ayratning ayolini ep gel. Az gaplar. Sening endi o'tirg'i chiqadigan vaqting keldi. Tushundingmi? Kallag'ini ishiltibroq ish qil. Men o'rinlashtirman. Sen uni ep gelsana bo'ldi. Uni bizga yana lozimi bor. Men ko'yildan so'an birdan yanidagi kichik ko'l bo'yida seni saqlayman. Hey, Adrat başlığı. Men hozir g'ayratning shishini oldida. G'ayri ahvol ko'rilmadi. Bir ahvol ko'rilsa, darhol menga doklad qil. Ma'qul. Tushundim, Adrat başlığı. Vay, Halime açamma. Ha, men. Men Jiratning xizmatdoshi. Biz yo'ldoshingizni topdik. Ha, topdinglarmi? Biz bir ko'kranlik mashina avatdik. Siz darhol ko'yindan suv olib keling. Ma'qul, hozirli boraman. Kımırdaşma, kulumu küte. Cayandı çıktı. Vay can. Kırıla. Kımırdaşma. Salim, kımırdama. G'ayrat bizni sening barliq jinoyat paketlaring bilan ta'minladi. Sen qo'rshovda qolding. Darhol qurolni tashla, chekinishga yo'l qolmadi. To'liq popon qilma. Qani o'q chiqarmamsan. Qimir. Qurolni tashla. Osman, sen o'ylamagan bo'lmaydi. Vay, başlıqmı? Ha, men. Men hozir bir ko'kranglik mashinaga aytishmandim. Davomli aytishmang. G'ayratning ayoli mashinaning ichida. Ularni yo'qotib qo'yma. Xotirjam bo'ling. Ahvolni davomli doklad qilib tur. Uqdim. Vay, Cüretma. Men shu. Men Ali. Yengang o'ltirgan mashina ko'yindan suv bir yetib keldi. Nima? Yengangni ular tutqun qilmagan bo'lishi mumkin. Shun sen darhol suv birga kel. Suv biri? Men hozirlik yetib borman. Mayli. Vay, boshliq. Men Ali. Ha, so'zla. Ahvol qanaqroq? Yaxshi, yaxshi. Uqdim. Nayt yaxshi. Davomli ko'zat. Hozir odam yaparman. Bo'ladi. Ma'qul.
onun bilan ko'rishdir. Erim qani deyman. Men onun bilan ko'rishiman. Sen kimsan o? Erim qayerda? Men onun bilan ko'rishiman. Bankining maxfiy nomerini deb bersang, ering bilan ko'rishalaysiz. Onu bilmayman. Erim qani? Ali, ula qayerda? Ula o'ldirib kelib ketdi. Mayli. Şöyle, idarəyə telefon qıl. Ali, ulanı ip gəl. Meni qo'yib et. Ağzınızı bakırma. Meni qo'yib et. Urala, ta silahla. Vay, Etrat başlığı. Men koyunun soğan burada. Yardım talep qilma. Yardım talep qil. Qimirlama. Yani bunu mağa be. Mağa. Medarlama. Kur'an taşla. Taşla. Sen Kur'an'ı taşla. Bombasını öldürüyordu ben. Onun ziyankeş sıkılma. Kur'an taşla. Kur'an'ı taşla bombası öldürüyordu ben. Onu da kılma. Onu da kılma. Kur'an taşla. Silah korşavut kaldın mı? Arkaldı yan. Öldürüyordu ben. Şöyle. Cüre. Arkaldı yan davadı ben. Bu öldürüyordu ben. Cüre. Söyleme. Korşavut kaldın. Cüre. Ben bile karım olmuşum. Ok çıkar. Kur'an'ı taşla. Bombası onu öldürüyordu ben. Tuğta. Onunla kol tekizme. Kur'an'ı koy. Aile. Sizlarning o'lim alog'i afsuslanyapman. Undaq bo'lmaganda biz qaytanmaymiz. Belki təsirlənib getdim. Çıqqanlar haqiqətən yaxşı səbdaş gəlsinlər. Kımırlaşma! Kımırlaşma! Yoş buluş! Cürət! Cürət! Cürət!
Berdashlik bagit. Cüret, berdashlik bagit. Qutquzish mashinasi chaqiringlar. bo'lgan abont vaqtincha ulanmadi.